Ogahiy City. Ogahiyda Pragda do'konni polностью mebellarni taxlab berdik. O'raga aylantirib polka yasab berganmiz. Oldilari отдельный shikolat qo'yadigan bo'lgan. Bu yoqlari ham shunday bo'lgan. Bu o'raga bir xil aylangan. Chiroyli etib zazorlardan bir xillab kelib, oldilaridan mokriy laminatdan qo'yib berganmiz. Bu yoqlari ham shunday. Rozetka joylarini ham chiroyli etib qo'yib berdik. Keyin meva uchun shunday polka yasab berdik. Xonalar ham soni ko'p, ichlari ham keng. Keyin chaqqa uchun bunday ideya etib berganmiz. Ustidan salsalar, keyin bu yerdan asta olsa suyishib kelaveradi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat etaverasizlar.